Heyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Muzalov. Xo'sh do'stlar, bugun video roligimiz sizlar bilan birgalikda o'zbek serverida istalgan odamimga, ya'ni shu tasodifiy odamga bozorga borib tekin mashinalar sotamiz. Obunachilar bilan qilmoqchi edim. Qarasam bo'lmadi. Endi coin ko'p. Bu ikkinchi akkauntim, birinchi akkauntim emas, o'shaning uchun yaxshilik qilib tarqatmoqchimiz. Aktiv bo'lib tursanglar, keyingi safar yana tarqatamiz. Nima qilamiz hozir bunga donat motor qo'ydim. Qo'yanni o'zlik tuning qolishadi. O'zbek serveriga tarqatamiz do'stlar. Bu lishni akkauntimiz. Ikkinchi akkauntim zapasda turadi. Bunday qilib o'zbek server City 1 bozorga boraman, sotaman kim olsa oldi. Yaxshilik do'stlar, keyin meni chaqirmabsiz, kibr ekansiz deydiganlar, iltimos. Odam so'kishga majbur qilmanglar deyman. Nimaga? Hozir obunachi bilan qilmoqchiman, hamma obunachi chiqib ketdi. Xo'sh, odamlar battar so'kinadi, qoyil. U gaplarga e'tibor bermanglar do'stlar, chatga biz yaxshilik qilamiz, tamom. Xo'sh. Как раз odamlar to'planib turgan ekan. Keyingi safar obunachilar bilan streamni qilamiz, bundan kelib. Xo'sh, bo'y. Mashinadan tushormi? Hayol bilan bundan kelib. Nima qilib 1 2 3 kutib turamiz, yana kimdirlar kelishini. Mumkin. Mana. Ana do'stlar, sotildi, shpaq tayyor. Tekin mashinalar nasl o'ynab turamiz, xo'sh. Ovoz yaxshi yozilyapti. Aktivlik juda ham kerak do'stlar. Mingta bo'lsam yana obunachilarga qilaman. Aktiv bo'lib tursanglar, bu mashina buni sotib bo'lmaydi. Yana nima mashinalar bor? Bu mashina pullik mashina bera olmayman, afsuski. Bu mashina qanaqa ekan? Bu kimgadir kerakmi endi do'stlar, mashina qilib. Men Supra beramiz hamkin do'stlar, davay Supra. Interior qilamiz, motor qo'yib, duolarni ham taxlimiz, haydagan odam duo qiladi kerak bo'lsa. Bizga duo kerak do'stlar, o'yin pulli narsalar emas. U charchab turgan paytim video olaman. Haydagan odam mazza qiladigan bo'lib taxlandi o'zi ham. Mana joylarni ham qilardi, tiyanchi do'stlar, mana narsalarni ham qilsa bo'ladi. Bilamasdi. Bu rangini bu. Mana ham qilishim kerak hali. Oq qilamiz hamkin do'stlar. Davay oq qilamiz. O'ynasa albatta qop-qora, bunaqroq qilsa yaltilaydi do'stlar. Chotki. Keyin mashina rangi. Uzr, sal hayajonlanyapman do'stlar, hech nima qilmaydi. Bo'p turadi. Endi bunga nomer taqsiz sal chiroyliroq bo'ladi. Mana buni ham qilib qo'yamiz do'stlar, mayli. Obunachilarimiz xullas begonalar mazza qilishdan begona, chunki obunachilarimiz emas. Mana bunisi yaxshiroq. Shpaq. O'zbekiston bayrog'ini ham qo'yamiz. Bunga tuningi zo'r bo'ldi. Qo'ygan odam o'zligi xo'radi. Balondimi? Balonni ham zo'ridan qo'yib olamiz do'stlar. Mana yaxshiroqmikan? Suprani zo'r bo'ldi do'stlar. Farasini ham o'zgartira olaman men aytgancha. Buni qilsak, screenshot ham qilib qo'yamiz. Bo'ldi. O'yan odam mash hozir o'zbeklardan o'tgan odam o'zi mazza qilib haydasin. Zo'r mashinalar tarqatamiz, xudo xohlasa do'stlar. Kirmadi o'zbeklar, obunachilar afsuski. Yana mashinaga gaplar gapiryaptimmi? E'tibor bermaysizlar. Qanaqadir mayda gap deydimi, endi bilmadim. Shuning uchun jim turaman. Keyin sizlar ham yoz qoldiringlar kommentga, qalaysizlar, yaxshimisizlar, tushmisizlar? Supramiz zo'r bo'ldi. Mana bu ham supralar bor ekan. Yaxshi.
Odamlar so'kishini qaraylar, yaxshimi bolalar endi? Yoki ishga ayni paytga kelib qoldik. Emblem ham chizmoqchi edim, qarasam. 1 2 3. Bunisini ham tarqatamiz. Urmasdan mana shunaqa 10 men paramni qilmoqchi edim. Trader 30.000 pul 15.000 30.000 pul 15.000 coin berdi. 15 dedi yanim. Men mashinani ham beraveramiz mumkin, double 201. Yo'q, zaradimiz kam qopti do'stlar. Zo'r paytdi. Men mashinachi. Kimgadir qiziqmi mana shu mashina yoz qoldiringlar. Keyin do'stlar, mana shu videoni tagiga keyin safar qanaqa mashina tarqataylik, shuni ham yoz qoldiringlar. Men bu narsalarni nimaga qo'ymanman bilmayman. Tormoz kerak, bu kerak, bu kerak, bu kerak. Bu kerak. Voy. Uzr hayajonlanib ketdim. Dediki shunaqa do'stlar. Hayajonlanib ketdim mali. 1412 hop. Nima ham qilyapchimmanmi? Bo'ladi do'stlar, ko'p. Audi'ni beramiz, yana M5 G90, yana nimadirlar yo'limdan chiqmayapti. Nimaga bilmayman. 2-3 ta mashina beraman, yana tamom. Yangi chiqqan BMW M5 G90, keyin Range Rover yangichasi bor edi. Mana men mashina. Bu katta ham zo'r ekan. Shellik qo'ymoqchi edim do'stlar. Qaranglar, xayol bilan bo'lganimmi? Bularni hozir savdo chatlariga sotsanglar 300 HP ham vinil ham obmen qila olasizlar. Gap yo'q. 1 2 3. Bu ham ketdi, xudo xolasa. Endi olmoqchi bizanikin. Kim oldi? Kim olganini bilib bo'lmaydi. Bitta qiz bola, bitta o'g'il bola turuvdi, olishga tayyor bo'lib. Ho. Xursandman do'stlar, xursandman. Xo'sh. Yangicha mashina rosta kasam ham mamma qilsa chiqardi-ku, premium. Men mashinalarni tarqata olmayman, afsuski, ming afsuski. Bentley, shuni ham beramizmikin? Men mashina ham zo'r ekan. Holatga mashinam nimagadir topishim qiyin bo'pti. 3000 coin ekan men bu. Bu cheatmidi? Shift down 0 sekund ekan. Bu yoqdan do'stlar hammasini to'ldirib tashlayman, mayli o'zi bilan mazza qilsin. Bu lekin odamlar so'kkaniga mazza qilmadim to'g'risi. Bo'ldi, tayyor do'stlar. Endi men buni interyerini ham qilib beraman, mayli. Buni qo'ysam. Interyer Porsche 919 adashmasam. Uje videoyimizni ham tugatamiz. Bitta previewga rasm olib. Chunki previewga rasm olmasak, do'stlar, video yaxshi chiqmaydi. Mashina zo'r ekan, Salonlarni ham bir ko'raylik. Mana mashina real hayotda haydasam, nafasim qisilib ketadi. Lekin yoshman, endi katta bo'lsam haydayman ekan ishni. Xudo xolisi haydaymiz. Qancha qilamiz? Bir qilsa sotilmayotdi, boya tekshirganimda. Mayli. Chunki odamlar hozir yengilari ketdi bu ham. Yaxshilar mashina tanlayman, endi keyin obunachilik beraveraman. Mana Range Rover boygisi. Bu mashina birinchi emas. Eslolmayman, qachon aniq sanasini eslolmayman. To'g'ri degan odam sovg'a qiluvdilar birinchi akkauntimda, rosa xursand bo'ldim. Donat motor, конечно.
va bu yoqdan bu nima buni qo'ymayotgan sababi nastroykam yo'q. Nastroyka qilinmayapti. Bu mashinani nimadirlari minus qilib qo'yadi. Menimcha oxirgi mashinamiz. Keyin videoni tugatamiz. Bitta previga rasm olmanmi? Zo'rmiz do'stlar. Qushlar sayrab mazza qildiryapti odamni, lekin men gapirib mazgili ham tegib ketgandirmi? Dron oldidan olamiz. Mana. Mashina oldilari ko'tarilar, ya'ni gap yo'q, vashshi zo'r ko'tarilar oldilar. Salonni ham cho'tga qilib taxlayam. Men boyga bizani taxoymizam deyman, yo'q. Bilmadim. Uni olib kelmam yo'q qo'ysa, 1 2 3 Tura bor, Nexia bor. Olasizmi? Sotilmadimi deyman. Mana. Olindi. Videomiz yoqqan bo'lsa, do'stlar, like, podpiska, kommentariy albatta kutaman. Keyingi safar do'stlar obunachilarim bilan qilaman. Kanalda aktiv bo'lib turinglar. Nima deymiz endi? Hammaga rahmat, hammaga xayr. Videoyimizdan 11 minutdan beri olayotgan ekan. Hammaga xayr.